Do'stlar, mana bugun sizlarni serqirra ijodkor Ahror Qo'shmatov bilan ko'rishamiz. Ahror aka, assalomu alaykum. Salomatmisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimi, xormanglar. Kelayotgan yangi yillar muborak bo'lsin. Nima gaplar Ravshanbek? Ahror aka, mana sizda ko'p ijodingizni kuzatib boraman. Siz chaqmoq taxallusi bilan ham muxlislarga yaxshi tanishsiz. Albatta. Keyin men sizda yana bir narsaga qaram olaman. Tezlik bor. Misol men o'sha nafasim yetmay qoladi, bir xil so'zlarga nafasim yetmay qoladi. Siz savolingizni tushundim. Juda ko'pchilik bosh savol berishadi. Qanday qilib bunaqa tez gapirasiz? Tez gapirishni o'rganish mumkinmi? Men ham o'g'limga o'rgating, qizimga o'rgating, ukamga o'rgating. Juda ko'pchilik keladi Ravshanbek. Men ularga yarim hazil, yarim jiddiy ma'noda shunaqa javob beramanki, meni tez gapirishim bu istidod emas, o'rtoqlar. Bu zavodskoy brak. Men shunaqa tug'ilganman, o'rtoqlar. Bu tug'ma. Tug'ma. Hozir sizni kuzatib o'tirdim-da, yana bitta ustoz boshlovchimiz bor edilar. Ular ham tez gapirardilar. Soat aka Sharipov. Hozir ham hayotlar, umrlari uzoq bo'lsin. 70 yoshda oshdilar Ravshanbek. Lekin 70 ta oshgan bo'lsalar ham hali ham formadalar. Ko'rsangiz ustozim umrlari uzoq bo'lsin. Haqiqatan ham Soat akani ko'rib katta bo'lganmiz televizorda. O'sha paytda qunoqlar, zukkolar, balli qizlar, iqbol degan ko'rsatuvlarni olib borardilar. Va o'sha ko'pchilik so'raydi, nimaga 3 marta salom berasiz deb. Men Soat akadan o'rganganman shu joyini. Soat aka o'sha qunoqlar, zukkolar teleko'rsatuvni olib borgan paytda endigi mavzu muammodir dedi. Juda qiziq chiqardi. O'shandan keyin mana shu 3 talik gapirishni aynan ulardan o'rganganman. Endi qanday qilib nafas olasiz tez gapirayotgan paytda degan savol ham berdingiz. Endi bu aylanma nafas. Bunaqa aylanma nafas surnaychilarda bo'ladi, karnaychilarda bo'ladi, chalib turib birdaniga nafas olishadi. Menda ham aylanma nafas bor. Keyin qarang, misol boshqa boshlovchilarda misol tomog'i anaqa bo'lib qoladi, nima deydi, xirillab qoladi, og'rib qoladi. Endi Ravshanbek og'iz qurib qoladi. Ravshanbek, siz bilan biz o'sha san'at instituti o'qiganmiz, san'at madaniyat instituti o'qiganmiz. U yerda ustozlar o'rgatishgan sahna nutqida gapirayotgan paytingda qorningdan gapirgin deyshadi. Diafragma degan narsa bor, ana o'shani ishlatib biz o'sha mashqlarni qilganmiz. Shuning uchun gapirayotgan paytimizda asosiy og'irlik demak tomoqqa emas, qoringa tushadi. Balki o'shancha qornimiz tez katta bo'lib ketib qolar. O'sha bir xil boshlovchilar tomog'ini qo'llab turadi. Endi bu o'sha endi nima deydi, hammada har xil vaziyat. Kimdir masalan sovuq suv ichsa tomoq bo'g'ilib qoladi. Lekin men unaqa emas, sovuq suv ham ichaveраman, morojniy ham yeyveraman, xudoga shukr, tomog'imda hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Hozir mana viktorina ko'rsatuvning yakuniga yetdi. Endi o'shandan qolgan savollar bo'lsa, bizani kuzatuvchilarga xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Savol berishingiz mumkin. Demak, men hozir savol beraman, siz izohlarga yozib qoldiring. To'g'ri javob bo'lsa, yana Ravshanbek bilan hali efirga chiqib bu narsani aniqini aytamiz. Savol eshiting. Qaysi paytda odam uyda boshsiz bo'ladi? Savol takrorlayman. Qaysi paytda odam uyda boshsiz bo'ladi? Bu demak falsafiy savol emas, mantiqiy savol emas. Jismonan rostdan ham shunaqa holat bor, inson uyda boshsiz bo'ladigan. Izohlarda javobni qoldiring. Kommentni javobinglarni kutib qolamiz. Demak, siz hozir sizlar bilan xayrlashamiz. Hozir Ahror akam bir chiroyli qilib xayrlashib beradilar. Xo'p, aziz muxlislar, hayotingiz mazmunli bo'lsin, hayotingiz go'zal bo'lsin. Fayzli xonadoningizda chaqaloq yig'isi, karnay sumri novalari, azon tovushlari aramasin. Fayzli xonadoningizda to'ylar bo'lsin. Ravshanbek bilan borib xizmat qilaylik. Sog' bo'ling, Ahror aka, salomat bo'ling. Sog' bo'ling.